Mana biz hozir Hamburg shahridamiz. Shtat parkga kirmoqchimiz. Shtat parkda aylanib uyga ketmoqchimiz. Kecha qolgan edik. Endi mana aylanib uyga ketamiz. Videolar tomosha qilinglar, ko'ringlar. Qiziq bo'ladi deyman. Mana biz shtat parkga keldik. Hamburg shtat park. Bu xaritasi ekan. Bitta qatga borishni nima qilishlar ekan. Mana biz hozir kirib ketmoqchimiz. Mana bitta Restmul Hamburgda shtat ilig'i. Iliq, yaxshi havo. Mana bunday. O'sha. Ko'rib kuzatishda davom etinglar. Atrof mana manzara. Bo'larkan, bu tarafdan ham ketsa bo'larkan. Sizlar ham shtat parkda bo'lganmisizlar? Bo'ldi. Shtat parkda bo'lganmisizlar? Germaniyaga g'arbir kelgan odam hamma shtat park. Dilshoda Rauf farzandlari bilan Hamburg parkida Lekin katta park ekan. Xotiralar, baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Manchu netda ko'l bormi? Ko'lmi nima? Dengizmi? Dengiz emas, daryo. Mana dengiz deb bildirdim, qora dengiz demadim. Suvga yaqinlashdik. Suvni oldi biroz sovuq ekan. Lekin atga tushishga imkoni yo'q. Biz atga tusha olmas ekanmiz. Pastga. Mana mayta historische Stadtpark Rundgang, Stadtpark kafe. O'sha eski tarix paytidagi nimalari bor ekan. Rasmlari. Sayfiya nima ekan?